Abdulloh, bilasizmi, shu paytgacha necha minglab o'quvchilarni o'qitgan bo'lsam, ichida har xil ayollarni ko'rdim va shuni bildimki, har bir ayol bu o'ziga xos bir brilliant ekan. Kimdir tikishga qiziqadi, kimdir to'qishga, kimdir zo'r ovqat qiladi, kimdir juda ham maktab paytida a'lochi bo'lgan, lekin mana bu turmush tashvishlari, turmushga chiqqandan keyin, ishga kirgandan keyin mana shu bularning hamma qobiliyati so'nib qolgan. Ular o'z qobig'iga o'ralib qolishgan. Faqat farzandlari, faqat turmush o'rtog'i, oilasi uchun bir xizmatkordek bo'lib qolishgan. O'zlari shaxsiyatini ular esdan chiqarishgan. Va mana shu arab tili darslariga kirib kelishgandan keyin meni hayron qoldirgan narsa bulardagi ishtiyoq, o'quvchilarimizdagi, ayollarimizdagi ishtiyoq. Bilasiz, onlaynda chegara yo'q. Biz O'zbekistonni xohlagan burchagidan chet elga ketib qolgan vatandoshlarimiz bor. Dars qilishadi va ularda mana shu dars jarayonida ko'zlari yonayotganini his qilaman. Bilasizmi, bular 2 gacha kerak bo'lsa dars qilishadi. Guruhi, shu mana shu Telegram guruhi yonadi desa ham bo'ladi. Bir-biriga bo'lgan munosabati bu o'quvchilarimizni chunki ilm olish birlashtirib turibdi-da. Va mana shu bir fikr bularni bir joyga jamlagani uchun ularning o'sha ochilmagan qirralari yoki yopilib qolgan qirralari xuddi bir loyga tushib qolgan brilliantdek his qildim ayollarni va ular shu yerda ochilishganda men o'zimni juda ham baxtiyor sezdim. O'quvchilar aytishadi, boshqatdan ustoz, biz aytishadi, 1-sinfliging qaytib kelmaydi, yoshliging qaytib kelmaydi, lekin bizda shu qaytib keldi. Boshqatdan 1-sinf bo'ldik, boshqatdan student bo'ldik va siz mana shu narsani bizga qaytib berdingiz deganda men juda ham o'zimni baxtiyor his qildim. Abdulloh, bilasizmi, shu paytgacha necha minglab o'quvchilarni o'qitgan bo'lsam, ichida har xil ayollarni ko'rdim va shuni bildimki, har bir ayol bu o'ziga xos bir brilliant ekan. Kimdir tikishga qiziqadi, kimdir to'qishga, kimdir zo'r ovqat qiladi, kimdir juda ham maktab paytida a'lochi bo'lgan, lekin mana bu turmush tashvishlari, turmushga chiqqandan keyin, ishga kirgandan keyin mana shu bularning hamma qobiliyati so'nib qolgan. Ular o'z qobig'iga o'ralib qolishgan. Faqat farzandlari, faqat turmush o'rtog'i, oilasi uchun bir xizmatkordek bo'lib qolishgan. O'zlari shaxsiyatini ular esdan chiqarishgan. Va mana shu arab tili darslariga kirib kelishgandan keyin meni hayron qoldirgan narsa bulardagi ishtiyoq, o'quvchilarimizdagi, ayollarimizdagi ishtiyoq. Bilasiz, onlaynda chegara yo'q. Biz O'zbekistonni xohlagan burchagidan chet elga ketib qolgan vatandosh